Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ustozimiz Iskandar Hamroqulovni unutmoq oson emas sizlarni deb nomlangan konsert dasturi boshlanish arafasida. Ustozoda san'atkor, badiiy so'z ustasi Iskandar Hamroqulovni taklif qilamiz. Ustozlarimizni birga xotiralaymiz deb yaxshi niyat bilan kelgan aziz hamyurtlar. Xo'jayin, o'zimizni qiynab o'tiramizmi? Birta granatam, bomba, molimni tashab qo'ya qolsak-chi? Keragi yo'q, keragi yo'q, keragi yo'q, keragi yo'q. O'rtoqlar, ustozimiz Iskandar Hamroqulov konsertlarini Orif Sultonov tashkil ishlarni po'lni o'zlari eplaylar. Hozir ham bir nimalar bilan bandlar, hozir bir suhbatlarni olamiz. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Nazoratlar yaxshimi? Ha, zo'r. Hammasi. Ozgina vaqtingizni olaman. Bor uzr. Bugungi konsert haqida qisqacha bir fikringiz qanaqa bo'ladi? Repertuar qanaqa ustoz? Endi biz bugun konsertni mana ko'rib turibsizlar, unutmoq oson emas bizlarni deb o'tgan ustozlarni shu Namanganda ijod qilib, shu yerda yashab o'tib, shu xalqni xizmatini qilib O'zbekistonimizga mashhur bo'lgan buyuk san'atkorlarni xotiralab o'tamiz. Kamoliddin Rahimov, Rustam Hamroqulov, Habiba Oxunova, Rustam Hamroqulov, albatta Jakbarali Jo'rayev. Umuman mana shu Namanganda yetishgan san'atkorlar eslaymiz va albatta kulgilar, hazillar, albatta qo'shiqlar bo'ladi. Dolsa dasturimiz juda chiroyli bo'ladi. Xotira kechasi va konsert dasturi. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Rizo bo'lsin ustoz, charchamang. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa biz chetdamiz yana. Hammaga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Bugungi konsert haqida, repertuar haqida, tayyorgarlik haqida ozgina vaqtingizni oldim. Mana ko'rib turibsizlar-ku, shu tayyorgarlik qilib turibmiz. Tayyorgarliklar qilganmiz, kecha ham rosa qaytarganmiz bizning tilimizda. Umuman aktyorlarning tilida chitka deydi, ya'ni bir takrorlab olish. Va hozir sahnadan oldin yana bitta takrorlab olyapmiz. Bu yana ham pishiqroq bo'lish uchun. Sal hayajonni yengish uchun. Hayajon bor, yo'q emas. Lekin bu birinchisi emas-ku endi bizda. Lekin baribir 100-inchisi bo'lsa ham, 1000-inchisi bo'lsa ham hayajon bo'lishligi bu tabiiy narsa. Bu faqat foydaga yuradi. Mas'uliyatni his qilasan-da. Mana hayajon borligidan mas'uliyatni his qilib yana bir marta takrorlab boryapmiz, ko'rib turibsizlar. Lekin Xudoga shukr, Orif akam bor ekanlar, meni mana shunday murabbiyim bor ekan. Xudo xolasa, avvalo Robbimiz bor, hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tayyorgarlik ham yaxshi bo'lgan. Bugun savob, ehson bo'lyapti. O'tganlarni xotiralayapmiz. Mana shu ustozlarni yo'qlayapmiz. Ularning repertuarlaridan ijro qilinadi. bugun nostalgiya deydi-ku. Bugun xotira bo'lganligi uchun xotiralaymiz. Ustozlar bilan bo'lgan voqealar va ustozlarni aynan ijro qilgan dasturlaridan ijro qilib beramiz. Masalan, ustoz Kamoliddin Rahimovning qo'shiqlarini, Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini, Komiljon Otaniyozovning qo'shiqlarini aytishadi-ku hozirgacha. Biz ham mana shunday takrorlab bir yodga solib eslab bugun o'shalarni ustozlarning eng yaxshi repertuarlaridan xudo xolasa ijro qilamiz. Bugungi konsertda ustoz Kamoliddin Rahimov va farzandlari Husanbo'ka Rahimov shu yerda qatnashyaptilar. Hozir ozgina bir suhbatlarni olamiz. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Bugungi konsert haqida bir fikringizni olaylik deb. Avvalambor assalomu alaykum. Hammani xotira kuni bilan o'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Mana Sandajon bilan eslashib o'tiribmiz, xotiralashib. Bu yerda qanaqa ustozlar qilib o'tishgan mashadan. Mana Rustam akam, dadamlar, Tuddal aka, O'rinboy akalarim, Habib opa, To'sin opalar, Alloh rahmat qilgan bo'lsa, mana eslab do'stimni umri uzun bo'lsa, ilohim oxiratlari obod bo'lsin, Rustam akam o'tib ketganlarni, mana duolarini olib, yana o'tib ketgan ruhlarni shod qilaman deb shuncha mehnat qilib mana xalq to'plab Namangandagi o'tib ketgan san'atkorlarning ustozlarini, dadamni, Habib opani eski yodga olib, xotira qilib, mana ozgina bo'lsa anjuman qilib, viloyatimiz hokimligidan ruxsatlarni olib, ilohim kuch-quvvat tilayman do'stimga. Bundan bag'i ijodlariga baraka bersin. Ilohim qaytmasa
shogirdlardan, avlodlardan hammamizga el qo'yib Ilohim aka. qaytsin. Ishlarimizga Alloh rivojini bersin. Kasb-korimizga fayz barakot bersin. Shu qilgan ishlarimizni rivoji ruhlari, ustozlar ruhlari, she'rlar o'tgan pir ustozlar ruh qo'llasin. Allohu akbar. Rahmat ustoz. Mana boshlayapmiz. Husanboy aka, har holda siz ichimizda eng kattamisiz. Bizdan ko'p xizmat qilgansiz, qilyapsiz. Ustozni farzandlari siz axir qancha duo olgansiz? Bir duo qiling endi kattamisiz. Allohning boshlagan ishimiz samaralik. Hamma shu tomoshabinlarga o'rnak bo'ladigan fayzlik. Ha, umridan baraka topsin deb shinavandalik chiqib duo qiladigan ko'rsatuv bo'lsin. Hamma duo qilib mashidan. Xursand bo'ladigan. Shunaqa tadbirlar ham bo'lar ekan-u deydigan xalqimizga mana ko'rsatuvlarda ko'rib ibrat bo'ladigan ko'rsatuv bo'lsin. Ishingizga omad, iloyim fayzli bo'lsin. Hamma ustozlar ruh qo'llasin. Qolgan yoshlarga qilayotgan ishinglar o'rnak bo'lsin, ustozlarimiz umrimiz bo'lsin deb duo qiladigan bo'lsin. Alloh. Hamma uyiga xursand bo'lib ketsin bugun, ha? Boshladik. Assalomu alaykum azizlar, yurtdoshlar, san'at shaydolari, kulgi ixlosmandlari. Hammangiz xush kelibsiz bugungi konsert dasturimizga, xotira kechamizga. Bugun 9-may xotira va qadrlash kuni. Bugun hammamiz har bir xonadonda o'tganlarning ruhiga Qur'on o'qilib, duolar bo'lyapti, ihsonlar bo'lyapti. Biz ham mana shunday bir chiroyli ishga qadam qo'ydik, ya'ni butun respublikamizda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab o'tganlarni xotiralab tadbirlar o'tkazilyapti. Mana shunday xotira kechalar o'tkazilyapti. Biz ham bugun mana shu Namangan davlat musikali drama teatrida Namangan viloyat hokimligi bilan va teatr jamoasi bilan hamkorlikda unutmoq osonmas bizlarni deb nomlangan xotira kechasini konsert dasturini tashkil qildik. Va bugun sizlar bu yerda mana shu sahnada, mana shu Namanganda tug'ilib, mana shu yerda xizmat qilib, mana shu sahnada ishlab, xalqimizga xizmat qilgan buyuk san'atkorlarni, ustozlarni eslab o'tamiz va ana shu ustozlarning repertuarlaridan, eng shedevr asarlaridan sizlarga ijro qilib beramiz. Ya'ni bugun siz nostalgiyani guvohi bo'lasiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kelinglar, mana shu darsimizni boshlashdan oldin biz qiziqchilar, san'atkor, kulgi ustalari bo'lganimiz uchun bugungi kunda hammamiz bilamiz Namanganning faxri ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, badiiy so'z ustasi Rustam Hamraqulov haqida bugungi dasturimizni boshlab olsak. Rustam Hamraqulov deganda hammaning yuziga tabassum yuguradi. Bu inson afsonaviy qiziqchi bo'lib o'tdilar. Allohim rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Rustam akadan juda katta boy meros qoldi. Hozirgacha, bugungacha qiziqchilarimiz 90% Rustam Hamraqulov repertuarlardan foydalanib kelishyapti. Va Rustam akadan nafaqat boy meros qoldi, ularning farzandlari ham meros bo'lib qoldi. Bugungi kunda Rustam akaning farzandlari ota izidan borib, san'at yo'lidan borib, xalqimizga tanilib ulgurdi. Ularning to'ng'ich farzandlari Iskandar Hamraqulov ota izidan borib, ota kasbini davom ettirib, o'zini shaxsiy repertuarlari bilan xalqimizga tanilib ulgurdi, millionlab muxlislar egasiga sazovor bo'ldi. Kelinglar hozir davraga ustozoda san'atkor, badiiy so'z ustasi Iskandar Hamraqulovni taklif qilamiz. Iskandar Hamraqulov.
derazadan tushgan nurda o'g'lim mening ko'zim bor. Elga qilgan savobingda bilki yoriq yuzim bor. Gar g'aflatdan yiroq bo'lsang, vujudingda o'zim bor. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa, men izingda yashayman. Bandasidan qo'rqma bolam. Qo'rqin faqat Xudodan. Yalinma sen har nokasga. Shafqat tila Allohdan. Rosti o'lmoq, kulib ketish bu yolg'onchi dunyodan. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Diling, tiling bir bo'lsa agar, men so'zingda yashayman. Farzand inson ortidagi yonib qolgan chiroqdir. Chiroq yoqsang parvonaman. Ruhim mening uyg'oqdir. Sen unutma, oxiratda har daqiqang so'roqdir. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Jondan aziz suygan o'g'ling va qizingda yashayman. Umr asl oqar daryo. To'g'oni bu o'limdir. Qaro yerga bo'sh kelgan mening ikki qo'limdir. Bu dunyoda sher gadosi Mahmud mening o'g'limdir. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Halol bo'lsa topgan noning, men tuzingda yashayman. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Ushbu xotira kechasida ishtirok etaman deb, birga xotira kunini birga nishonlayman deb, ustozlarimizni birga xotiralaymiz deb yaxshi niyat bilan kelgan aziz hamyurtlar, mo'nis va mo'tabar onaxonlar, otalar, do'stlarim, qadrdonlar, xush kelibsizlar, kelganinglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Hozir yurtimizda, respublikamizda barcha viloyatlarda shundoq topshiriq bo'lgan. Xorazmda ham, Samarqandda ham, Andijonda ham, shu hamma joyda. Har bir viloyatni o'zini o'tib ketgan mashhur san'atkorlarini, adiblarini, o'sha yurtni faxri bo'lgan insonlarini eslashlik, xotira kunini o'tkazishlik barcha viloyatlarga hokimiyatlar tarafidan topshiriq bo'lgan. Va Namangan viloyatini mana shundoq xotira kechasini o'tkazishlikni, shundoq mas'uliyatlik, mana shundoq sharafli ishni menga topshirilganidan juda ham hayajondaman, qolaversa juda ham xursandman. Xursandman, biz ham katta bo'lib qopmiz. Mana shundoq mas'uliyatli ishni hokimimiz topshirdi. Iskandar, shuni sen o'zing o'tkazib ber. Men aytdim, mayli o'tkazib beraman, hokim buva. Lekin men shoir bo'lsa she'rlar aytib o'tkazadi, qo'shiqchi bo'lsa, men qiziqchiman bu xotira kuniga. Sen qiziqchilik qilib o'tkiz. O'zingni uslubingda, o'zingni yo'lingda o'tkiz. Asosiysi chiroyli o'tkazib ber. degan topshiriqni, mana shunday mas'uliyatli topshiriqni yuklatishdi. Keyin men o'zimning shartimni qo'ydim. Bo'lmasa shart emas, faqat iltimosim. Meni o'zimga qo'yib berasizlar. Rejissyorasini ham qandoq ketadi, meni rejam asosida ketsin. Qandoq bo'lsa o'zing bil. Faqat chiroyli bo'lib o'tkazib ber. O'zimga topshiriq berilgan ekan, shu fursatdan foydalanib men birinchi ustozimdan boshlamoqchiman. Orif akam aytdilar, meni original ustozim, haqiqiy ustozim, birinchi ustozim, padar buzrukvorim Rustam Hamraqulov xotiralaridan boshlasak. Menga ko'p savol berishadi. Rustam akam bizni mahallaga to'yga kelganlar, Rustam akam bizni kolxozimizga konsertga kelganlar. Ko'chaga chiqsam bir kunda 5 ta 10 ta odamdan, yoshi ulug'lardan, hozirgi yosh avlodlar eslamaydi. Lekin yoshi ulug'lardan ko'pincha, "Voy, Rustam akam zo'r qiziqchi edilarda, zo'r qiziqchi bo'lganlar, zo'r qiziqchi edilarda.
Rustam akam askiyani zo'r aytardilar-da. Rustam akamning talantlari zo'r edi-da degandan ko'ra ko'proq Rustam akam yaxshi inson edilar-da. Kamtar inson edilar. Juda hokisor odamlar. Rostdan o'zimiz ko'p ko'rganmiz. Kimni bolasiligini bilmaylar o'zlari ham. Shaltoq betlariga arilar, pashalar yopishib yotibdi. Birovni bolasini ham olib o'pib yalab ketaverardilar-da. Va bola ham shunaqa shirin bo'ladimi deb. Uyimizga deyarli odam yetalab kelmagan kunlari yo'q edi. Endi odam bor joyga odam keladi, faqat odam bilan odamning farqi bor-da. Kechasi 2:30 da to'ylardan qaytib kelayotgan bo'lsalar, hozir yo'qolib ketdi, ko'z tegmasin. Ilgari mana xolis aytinglar, Astonovkada yotadiganlar, ariqlarni bo'yida qolib ketadiganlarni ko'p uchratardik-da. O'shnaqalarni "Hey" deb qarab o'tib ketayotgan bo'lsa, to'xtatib, "Kimsiz aka, turing, bu yerda yotmang" deb ariqda bo'yida yotgan bo'lsa, astib turg'izib, mashinaga o'tkazib, uyga olib kelib kechasi 2:30-3 kim o'zlari ham tanimaylar, u kelgan odamni u ham tanimaydi, u ham Rustam Hamroqulov. Moldaxon, ha, bitta choy qo'y. Aka baqa kiring. Mana bu yerda yoting. Alohida yotadigan xonalar qilib qo'yilgan ularga. Mana bu yerda yoting aka. Ertalab turgandan aka turdingizmi? Aka bir o'zingizga qarab oling, soqol-poqollaringizni mana bu yerda yuvib oling aka. Kiyimlari abgor bo'lib ketgan bo'lsa, aka mana bu shimni kiyib oling aka. Bu odam kiyadigan bo'lmay qopti bu shim. Men qo'yinib o'zlariningni berardilar ishoninglar. Men keyin deb choy-poy ichirgandan keyin mana guvohlari o'tiribdi, do'stlari. Chiqarib yuborayotib, uydan chiqarib yuborayotib. Shu aytmaganlar, aka meni tanidingizmi? Men Rustam Hamroqulovman demaganlar. 10 ta odam yetarab kelgan bo'lsalar, 10 tadan 7 tasi shu odam Rustam Hamroqulovligini bilmagan. Aytmaganlar. Chiqib ketayotib u paytlarda 3 so'mlik, 5 so'mlik pullar bo'lardi, qadri bo'lardi o'sha pullarni. Cho'ntagiga bitta 3 so'mlikni, 5 so'mlikni solib, aka mamini olib uyga yetib oling. Aka, endi bitta iltimosda gapim bor, shuni eshitib keting, buni eshitmasangiz bo'lmaydi. Nima gap aka? Aka, ko'chada yotmang. Ko'chada odam yotmaydi aka. Insoniylikni isrof qilib yuboryapsiz aka. Buni qilmang, uygacha yetib olib, nima bo'lsa uyda gup etib tashlang-da, uyda qoling, qolgan yetalab ketdi. Aka, ko'chada yotmang deb chiqarib yuborardilar. Shunaqa fe'llari bor edi. Shuning uchun men orzuyim bundan bergam, sanatim o'xshagandan ko'ra, talantim o'xshagandan ko'ra, unvonim o'xshagandan ko'ra, odamgarchilik fe'lim o'xshashini Xudodan so'rayman. Boshqa narsasi kerak yo'q. Talantni beraverar ekan, omadni beraverar ekan, lekin odamgarchilik o'zingizga bog'liq narsa-da. Hozir otamizni hayotlari o'zimizda takrorlanyapti. Bolalarim bilan, oilam bilan bir haftada 10 kunda bir ko'rib, ko'rishib qolamiz. Yaxshi, hozir biz unaqa zamon emas. Hozir telefon bor. Bir kunlikda dada yaxshimisiz, bolam yaxshimiz, xabarlashib turamiz. Telefonda gaplashsangiz ham ko'rishgandek bo'laverasiz-da baribir. U paytlarda biz ko'rishmasdik-da endi. Dadamiz kechqurun to'ydan kelsalar, 2:30-3 da biz uxlayotgan bo'lganmiz. Biz ertalab soat 8 da bog'chaga yo maktabga qarab ketsak, dadamiz uxlayotgan bo'lganlar. Ko'rishilmaganda endi. Odat bo'lib qolganda, domda turamiz, vannaxonamizda ertalab qaqadir borishlari ekan, turib soqollarini olayotgan ekanlar. Oynaga qarab soqollarini olib tursalar, orqada vannaning eshik ochiq. Men uyqudan turib, u yoqdan bu yoqqa o'taveribman-da, yoqqa o'tibman. Yoqqa o'tibman, soqol olayotib oynadan ko'rib turibdilar-yu. Yana bir 2 marta o'tganimdan keyin bir mahal Iskandarjon dedilar, shu eslayman. "O dada" deb yugurib keldim. Desam, "Yaxshimisiz o'g'lim? Uylar tinchmi bolam? Maziz yaxshimi bolam? Men ham shu uyda yashayman o'g'lim." "Moldaxon" dedilar onamlarga. Onam, "Ha dadasi" deb berdilar. "Men shu onangizni erimanman bolam. Sizni dadangiz bo'laman o'g'lim. Nima salom bermaydi buning? Voy dadasi endi o'rganib qolganda, endi nima deysiz? Endi boshqa sizni ko'rib ko'rmay. Qarang, shu narsalar hozir o'zimizda takrorlanyapti-da endi. Xotiralar, voy bunaqa xotira bo'ladigan kunlar qancha do'stlari bor, aytadiganlar bo'ldi. Biz bo'lganlardan aytib berdik. Dasturlardan xotiralashamiz. Bugun ustozlarimiz bilan to'qnashganimiz, hayotlashganimiz, gaplashganlarimizdan va ustozlarimizning aytgan repertuarlardan ham eslab o'tamiz. Rustam Hamroqulov repertuarlariga o'tadigan bo'lsak, eng odamlarga manzur kelgan, hozirgacha mendan ko'p so'rashadi eskilar. Bir narsalari bor edi. 2 ta ashulachi paydo bo'ldi. Bittasi dutorda aytar ekan,
bittasi tamburda aytar ekan. Dutorchisi bu tarafga qarab ushlaydi. Tamburchisi bu tarafga qarab ushlar ekan. Nimaga endi bu tambur dutorchisi bu tarafga qarab ushlaydi desa, chunki u chapaqay ekan. Uning ustiga bitta ko'z g'arbga, bittasi sharqqa qarar ekan. E'lon qilishlari bilan sahnaga chiqib kelib, sozlarini sozlab, tarang 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 deb ham dutorni g'um sozlab, o'tirgan zalni odamlarning ichini razvedka qilishar ekan. Chiroyli qiz juvonlar bo'lsa, haligini tutib olishar ekanda. Chiroy baribir ilhom beradi-da, haligi chiroydan ilhomlanib, keyin ashulani, agar chiroyli qiz juvonlar bo'lmasa, ashulani aytmay ham chiqib ketishaverar ekan. E'lon qilishlari ham chiqib tarang 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 g'um. G'alay qarachi tiniqrog'i bormi? G'um tarang tarang tarang. Bunisi ham g'um. Hammasi shoptala qoqayo. Ashulani boshlashar ekan. Qurangdam Mirza Hamdam. Qurangdam Mirza Hamdam. Bunisi g'um. Qarovchi zalda bormikan tiniqroq nozanin Hamdam Mirza Hamdam. Bunisi ham g'um. Qarovdim zalda yo'q ekan tiniqroq nozanin Hamdam Mirza Hamdam. Qarovchi balki o'tirgandir panaroq joyda hay Qulangdan zamdam dutorchisi g'um astoydil tikilgan ekan. Shu bittasini ko'ribdi-da, ikkita ko'zining qora nuqtasi bir joyga kelibdi. Ko'rdim deb qopti. Men bunisi ham qani? Hov ana hov. O'rta qatorda o'tiribdi, qizil ko'ynakda do'ppi kiyib, ketvorgan. Zamursa qurangdan ko'rmay ko'zing irg'ib chiqsin. G'ilay-ov meni xotinimi degan. Mustahkamlar qo'li repertuarlardan ilgari bosmachi qo'rvoshlar zamoni bo'lgan. O'sha paytda bir bosmachi yigit bir qo'rvoshi yigitni sotib qo'yibdi-da. Unaqa paytda rahim shafqat degan, kechirasan, uzr ayla degan gap yo'q. Shula opke os ot chop. Jon Shirindan sotib qo'yganga ham otga o'tirib qochgan, dapur ushlab, orqasidan bir 18 tasi otga o'tirib quvib ketyapti. Bu qochayotganimiz, ariq qolganlar quvib kelayotganimiz, dubur Jon Shirin bir o'rmonzorlardan o'tib kelayotganimiz ham anolar qolmasinmishda, yetib olaydirmish. O'rmonzorlardan shunday chiqsa bir cho'llik, yalangli joyga chiqib qopti-da. Qarasa hozir yetib oladigan, ushlab oladigan. Iloji yo'q. Hali qochib ketayotgan ham, bunday qarasa bir quduq bor ekan, quduq, eski quduq. Shart otidan tushibdi-da bu ham. Hali eski quduqning ichiga tushib bekin olibdi endi. Nima qilsin Jon Shirin? Ana qolganlari ham dapur yetib kelib qarasa yo'q, hozir shetda turuvdi-ya. Voy xo'jayin, hozir shetda edi. Ot turibdi. O'zi yo'q. Bittasi aytibdi, xo'jayin, oti mana shetdami? Uzoqqa ketmagan. Hoy. Shu quduqning ichiga tushib bekin oldi-da xo'jayin. Desa xo'jayin ham qo'rvoshlarni boshqa tash, ikkitang, opcha. Desa, "Ya xo'jayin, qo'lida miltig'i bor. O'tadi xo'jayin. Uyga kelaman deb chiqqanman men xo'jayin." Bo'lmasa nima qilamiz deb bittasi aytdi. Xo'jayin, quduqda odam bormi, yo'qmi tekshirishlik uchun bitta yo'li bor. Nima yo'li? Quduqqa qarab baqirib ko'rish kerak. Agar quduq pustoy bo'lsa, bo'sh bo'lsa, aks sado qaytadi. Agar bo'sh bo'lmasa, quduqda odam bo'lsa, aks sado qaytmaydi xo'jayin. Ana o'zi ichkarida eshitib o'tiribdi-yu hamma gapni. Baqiringlar, quduqqa qarab. Desa, to'ttasi quduqda og'ziga kelib turib, "Ey, kim bor?" desa, Jon Shirindan unga ham. O'zi aks sado qilayotganimiz pastdagi. "Ey, kim bor? Ey, kim bor? Ey, kim bor? Ey, kim bor?" Odam-podam bormi? Odam-podam bormi? Odam-podam bormi? Odam-podam bormi? Ya, hech kim yo'q shekilli. Ya, hech kim yo'q shekilli. Ya, hech kim yo'q shekilli. Xo'jayin, o'zimizni qiynab o'tiramizmi? Birta granatami, bombami olimda tashab qo'ya qolsak-chi?
desa keragi yo'q, keragi yo'q, keragi yo'q, keragi yo'q. Rustam Hamraqulovni qiziqchi bo'lishlariga, qiziqchiga aylanishlariga, qiziqchi bo'lib qolishlariga sababchi bo'lgan ustozimiz, Namanganimiz faxri O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimov bo'lganlar. Kamoliddin Rahimovda bizning otamiz Rustam Hamraqulov dutorchi bo'lib yurganlar, sozanda bo'lib. Unda qiziqchi ham emas, sozanda dutorchi bo'lib yurganlar. Shunda bir konsertlargami, o'sha paytda kolxozlargami borishsa, yo bir to'ylargami borishsa, Kamoliddin akam ozgina chanqab, yo bir tomoqlari qurigan bo'lsa, Rustamboy yangi o'qishni bitirib kelgan paytlari. Sen anu Toshkentni teatronini bitding-a? Ha? Spektakllarda ham chiroyli o'ynaysan bosh rolni. Chiq bir 10 minut, 15 minut bu narsalarda valdirab gapirib tur. 2 piyola choy ichib olay. Anu Gamletda o'ynaysan, Gamletdan ham gapiraver. Otelloni ham gapiraver. She'r bilasanmi? She'r ayt. Men qara latifa bilasan. Jo'zi bitta latifa ayt ana. Bir 15 minut narsa deb tur. Sen chiqib Gamletda ham aytgan ekanlar-da. She'rda ham aytib, oxirida bir ikkita latifa aytib, tugatib bergandan keyin xizmatlarni tugatib qaytib kelishayotganda Kamoliddin aka, Rustamboy, she'rlaring ham zo'r bo'ldi, anu monologlar ham oxirida odamni qaragin, senga qassani ikkita aytgan latifanga. Shunaqa odamlar, sen latifani ko'paytir deb maslahat bergan ekanlar-da. Keyingi konsertda ikkita latifa 4 taga aylangan. Unisiga 4 ta latifa 6 taga aylangan. Haligi odamlarning kulgisi, odamlarning olqishi baribir motivatsiya beradi-da, odamga yoqadi-da. Haligindan ilhomlanib, shu bilan o'zlarining yo'llari paydo bo'lib ketgan ekan. Ustozimiz Kamoliddin Rahimovni ham Xudo rahmat qilsin. Shunchalik yo'lga solib qo'ygan. Qarang, o'sha motivatsiya bergan ekanlar-da. Motivatsiya beradigan inson ham bo'lganlar-da o'zlari endi bizning faxrimiz bo'lganlar. Kamoliddin akamni hamchi juda gap unaqa ulug' insonlar gapni ko'p cho'zib o'tirishmaganda. Bitta og'iz gapni o'zi bilan, bitta o'qni o'zi bilan ikki tushni yotqizib qo'yish o'rganda, unaqa ulug' insonlarda endi. Kamoliddin akamni eslar akamiz, Xudo rahmat qilsin ustozi. Kamoliddin akamni Muhriddin Xoliqov, hozir Muhriddin Xoliqovga ham qaytamiz. U kishi ham o'zimizning Namanganimizning faxri. Kamoliddin akamni Muhriddin Xoliqov farzandlarini to'yiga aytgani kelibdilar. Muhriddin Xoliqov o'g'il to'y qildilar. Usta, to'yga xizmat qilib bering deb aytgani kelsalar, Kamoliddin aka uyda yo'q ekanlar, el xizmatlarga chiqib ketganlar. Yana Toshkentdan kelib o'tiramanmi, poylab o'tiraman deb Kamoliddin akamni darvozasini tagida mashinasini to'xtatib qo'yib 5 soatmi, 8 soatmi Muhriddin Xoliqov qancha kutgan. Oxiri Kamoliddin akam kelibdilar. Usta, assalomu alaykum. Muhir ke tuzuvmiz, ha? Nima gap? Usta, to'yga aytgani keldim, bolalarim baqa yur ichkarida gaplashamiz. Kamoliddin akam dasturxonni ustini ochib o'tirib turing Muhir. Va xizmatdan keldim, kiyim-kiyimlarimni almashtirib bir yuvinib chiqaman. Voy, choy beringlar Muhriddinga deb o'zlari kirib ketsalar, Muhir akam ham endi Kamoliddin akani topganidan xursand, ustozining uyiga keldi, otasining uyiga kelgandek o'zimizning Namanganda erkalanib o'tirib, endi 8 soat kutib o'tirgan mashinaning ichida endi. Qorni ochibdimi, ishtahasi ochilib, bundoq qarasam, qo'yilgan bodomga ko'zi tushibdi-da, dasturxonga qo'yib. Endi onaxon u bodom ham nech mingta mehmonni kuzatib o'rgan ekan. Har bitta mehmon kelsa bodomda almashtiravermaysiz-ku endi tegilmagandan keyin. Bodom ham turaverib, chiroyli bodom ekan, Muhir akamni ham ishtahasi ochilib ketdi. Shu bodomdan bitta olib, hayne qilsa chaqilmasmi ishda. Bu tarafiga olma, hayne qilsa chaqilmasmi, bunday qilsa bo'lmasmi. Xontaxtaga qo'yib, piyola bilan bir urgan ekan, piyola ikkiga bo'linib ketibdi. Bodom chaqilmasmi ishda. Ya yaxshi usta chiqib to'yga aytgan kuningizga to'y qilaman deb yozdirgizib, zakolatlarini berib, va'dalarini olib, salomat bo'ling, kutamiz usta deb Muhir akam ham mashinaga o'tirib Toshkentga qarab yo'lga chiqibdi-yu, sirrazli telefonini olib, nechta shogirdi bo'lsa hammasiga telefon qilib, tez men yetib borganimcha meni uyimga kelib turlaring debdi. Muhir akada ham shogird ko'p bo'lgan. Uyga borsalar shogirdlar kutib olgan. Nima xizmat usta desa, sallaga bitta topshiriq. Toshkentda
ipidan ignasigacha tovlab yorib tashlab qaytdan bo'lsa ham asfalt qiladigan mashina bilan bossa ham chaqi bo'lmaydigan bodom top kelinglar. Hammasiga topshiriq beribdi-da. Hammasi har yoqdan bu bodom ham bir uyum bo'lib ketgan. Unikini ko'rib, bunikini ko'rib, eng qattig'ini tanlabdi-da Muxur aka ham. Qattiq bodomdi, nima deydi bizda? Tosh bodom. Eng qattig'ini tanlab, to'y kuni oshda Kamoliddin aka xizmat qilib o'tiradigan so'riga endi xontaxtaga joy qilib qo'yiladi-ku. Muxur akam ham chiroyli haligi xrustal nevazani kattasini olib kelib, bodomni ham piramidaga o'xshab teribdi-da. Kamoliddin aka nazari tushsin debdi-da endi. Ustidan ikkita chiroq ham tushirib qo'yibdi. E'tibor tortsin deb. Ertalabda osh tumonat odam Muxurdan xoli qilib osh beryapti. Ustoz endi narigi deb olib borayotganlar. Oshga kelganlar ham oshini yeb bo'lgandan keyin yana bir jup eshitib olaylik. Kamoliddin akaning Toshkentda muxlislari ko'p. Yana bir eshitib olaylik. Kelgan odam, tumonat odam olib borayotganimizda Muxur akamiz darvozan tagida kelayotganlardan to'yanasini olib kelinglar, ketinglar qilib tursa, Kamoliddin aka ham ustoz ham bir 10 ta 12 tani ashulani aytgandan keyin tomoqlari quribdimi, shogirdlari Boqijon Sattorovga boqvoy. San ham bir jup ayt, bir pela choy ichib olay. deb torni topshirib salgarli suylarini bo'shatib ishtahalari ochilganmi endi. Muxur akami ham qilgan ish beribdi-da baribir. Kamoliddin akami ham ko'zi bodomga tushibdi-da. Ustoz ham bodomdan bitta olib, "Qanday qilsalar chaqilmasmish, xontaxtaga qo'yib kosani keti bilan bir ursalar, miqqa o'xshab bodom xontaxtaga kirib ketayotganimish. Chaqilmasmish-da. Endi shogirdlar shularni boshlayman tursa, to'xtab tur, mikrofonni menga ber." Muhur! Va muhur! Masalan, o Muxur akam darvozani tagida mehmonlarni kuzatib turibdi. Shu turgan joyda, "O usta!" desalar, "Menga qara, bodomni biznikidan olib keldingmi?" Bu realni ustozlar bilan bo'lgan voqealar bular. Yana bir faxrlanadigan insonimiz chiqqanlar. Ustoz, Xudo rahmat qilsin. Bu kishining ijodlarini ham ko'p kishi she'r qilib, she'rlarni qo'shiq qilgan. Ko'rib turibsizlar, ustozimiz O'zbekiston xalq qahramoni, xalq yozuvchisi Habib Sa'dullah bo'lganlar. Habib akam ham ulug' inson bo'lganlarda, ne daholar bilan gaplashib, ulfatgarchilik u kishida ham bitta gap bilan qotirib qo'yganlarda, Habib akam ham bitta to'pponcha ham deyishgan. Bitta gap bilan qotirib qo'yganlar. Xalqchil odam bo'lganlar, o'zimizning Minchinorda yashaganlar. Mahallada osh berilsa, kimniki bo'lishidan qat'iy nazar oshlariga chiqib, birorta qo'shninikini qoldirmagan ekanlarda, hammaga aralashib, mahalla bilan masalan birga faol bo'lgan ekanlarda. Mahallalarda bir yigit bor ekanda, urushmagan xonadoni yo'qda. Urushmagan qo'shnisi yo'qda, shunaqa odamlar borda endi. Happakam mahallasida ham shunaqa bittasi bor ekanda, hamma qo'shni bilan urushib chiqqan ekanda. Hamma qo'shnisi mana deya kelgan ekan. Qo'shnisi osh berganda, ko'pchilik mashi bilan tovoqqa tushmay, shu bilan osh yemay deb, o'tingni o'tkazib yuborar ekanda. Haligini oldiga o'tirib qolmaydi. Sa'dullaga to'g'ri kelib qopti endi haligi odam ham. Happakam odam ajratmaydi. Nima farqi bor odam? Hokimmi, traktorchimi o'tiraveradi. Lekin Happakam ham bilar ekanda shu odamni hamma bilan hammani zada qilganligini. Indamay odam ajratmay birga osh yeb bo'lishgandan keyin haligi osh tovoq bo'shagandan keyin choynakdagi choyni olib tovoqqa quyib hamma indamay osh yeb turibdi. Tovoqni ko'tarib shur. Epoka? Shur. Tursa, hammani ensasi qotgan, Habibga ham yoqmaganda, aslida qoshlarini chimirib qarasalar, epoka savob ekanda bu. Oka bu gunohlarni yuvar ekanda, oka. Mana shu ish gunohlarni yuvar ekanda. Sahab akam zo'r gapirardi-da. Agar siz mana shu ishni gunohlarni yuvadi desangiz, unda siz butun mahallani yuvindisini ichishingizga to'g'ri keladi uka. Qani tochkasiga urganni qarang gapni. 65 yoshlilardan, 70 yoshlilardan bitta yubileylari bo'lganda, Habib aka Namanganda bo'lgan, Toshkentdan men degan o'sha
yozuvchilar kelishgan. Oy Abdulla Oripov deysizmi, Erkin Vohidov deysizmi, O'tkir Hoshimov deysizmi, kim Tohir Malik deysizmi, qassobnikiga qassob keladi, Navoiynikiga Navoiy keladi, yozuvchi shoirnikiga shoir keladi endi. Toshkentdan yo'qlab kelishdi-da shuncha eng nomdor, ulug' bo'lgan yozuvchilar. Ikkita mashinada kelishdi. Namanganga kirib kelishlari bilan To'raqo'rg'ondan o'tib, bittasi aytibdi, ichidagilardan bittasi. Oma qaytda nima qilsa ham Namanganda shashlikni qotiradi-da. Bir joyida Namanganda shashlik yeganman, shu ta'mi og'zimda qolgan. Yomon boplaydi. Yo'l-yo'laga kelishyapti, qorni ochmay endi hamada. Siz aytayotgan ta'riflaganingizdan bitta ko'ramizmi bo'lmasa? Hali vaqt bor ekan yubileygacha. Adresni men bilaman qayerdaligini, men olib boraman. Shuncha yozuvchini boshlab endi bizda Namanganda shashlikxona ko'p. Qaysi biriga boshlab olib borgan ekan o'sha davrda endi. Men bilmadim. Shaharga kirib kelib bitta shashlikxonaga boshlab olib kirib, shashlikxonalarga stankasiga mashinani olib kelib to'xtatib tushib kelyapsa, bizni namanganlik shashlik pas yigit, yosh yigit shashlik yeb turgan ekan. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. Mehmonligimizni qayerdan bildingiz? Moshina toshgan umr-ku. Keling, baraka toping, farosatli yigit ekansiz. Mehmonlarda ham qantini olib kelyapman, tillasini. Toshkandan, "O akangizni tanidingizmi? Abdullagan Oripov. O aka ustoz tanidingizmi palonchini?" Bu yozuvchilar, yozuvchi akangiz-da, tanidingizmi? Siz shashlik pasam, yozuvchi. Ishqilib biz yozishmaydimi oqa? Bu Erkin Vohidov, bu ham nomdor degan ulug' yozuvchi bu. Oka nimani yozishadi? Sen anoyi ham uka yozuvchi bo'lgandan keyin nimani yozadi? Asar yozadi, roman yozadi, hikoya yozadi. Masalan aytaylik, mana bu qishloqda bir qiz dunyoga keldi. Hali qizni tug'ilishini, tarbiya ko'rishini, voyaga yetishini, bo'ylari cho'zilishini, sochlari uzun bo'lib, bellaridan pastga tushganini yozadi. Qoshlarini qorayganini yozadi, ulg'aygan sari ko'zini shahlolashganini yozadi. Bo'y bastini, qomatlarini yozadi. Mana bu qishloqda bir yigit dunyoga keldi. Yigitni ulg'ayib o'sishini, ilm olishini, bilim olishini, voyaga yetgandan keyin mo'ylovlarini sabza urganini yozadi. Bilaklarini kuchga to'lganini yozadi. Nogahon bir bayrammi nimadir bo'lib qoluvdi. O'sha bayram tufayli bahona yigit bilan qiz bir-biriga ko'zi tushib qoldi. O'rtadagi nigohlarini yozadi. Bir-biriga bo'lgan intilishini, bir-biri haqidagi o'ylarini yozadi. Bir-biriga bo'lgan talpinishini yozadi, uka. Siz shashlik bazam, endi okaslarda Toshkentda una odamlarni yozuvchi deydimi, nima deydi bilmaydim-ku. Ammo bizni Namangonda una odamlarni qo'shmachi deydi, oka. Gapirib boraveradi-da, biz shunaqamiz biz, yo aytinglar. Analiz qilib o'tirmaymiz, biz shunaqamiz. O'tiga keldim, urib boraveramiz. Chizda bo'lgan voqeada Xudo rahmat etsin, o'sha ustozni xotiralab kelishgan. O'shanda ham hurmatlarini qilib kelishgan o'shanda ham. Sabab arzugulik asarlar, arzugulik she'rlar. Habib Sa'dullani ustozimizni bitta yozgan she'rlarini o'zi hozirgacha hit, hozirgacha o'sha chiqqan darajasidan tushgani yo'q. Hozirgacha talab bor. Ko'chamdan jonon o'tganda. Shu she'ri tayyor bo'lgandan keyin ustoz Kamoliddin Rahimov bilan birgalikda hamkorlik qilishgan. Habib Sa'dulla Kamoliddin Rahimga haligi she'ri ko'rsatib berganlarida Kamoliddin akam yuraklari jiz etgan ekanda. Hapaga men bunga qo'shiq qilaman. Bo'ldi, qo'shiq qiling. Kamoliddin akam hali she'rni olib turib, Xudo rahmat etsin, yana bir kishini eslaymiz, Metinboy aka doirachilari bo'lgan. Doirachi Metinboy akaga Kamoliddin akam iltimos qilgan ekanlar. Metinboy aka, mana bu she'rni qarang. Shunaqa u kishi doirachi bo'lganlar-ku, usul qiladilar. Shunaqa bir usul qilingki, shu usulni tagida eshitayotganda shu ko'chamdan jonon o'tib ketayotganday bo'lsin. Shunaqa usul paydo qilib bering. Siz shunda Metinboy aka mana bunaqa usul qilgan ekanlar. Qimmata tat 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 qimmata tat 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 qimmata tat 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 qimmata tat tat tat. Unga usta Kamoliddin Rahim qo'shilgan ekanlar. Qimmata tat tat tat
tutta qumma tutta tutta tarararararara da da la la da 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 tutta 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 qumma tutta tutta taralgaymush ilav anbaur tararararara qumma tutta 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 qarang chiroyli asar bo'lgan. Kelinglar shu qo'shiqni o'zini merosxo'riga bersak, ijro qilishni o'zini egasiga topshirsak. Men sahnamizga yurtimiz faxri O'zbekiston xalq hofizi Kamoliddin Rahimovni farzandlari Husanboy Rahimovni taklif qilsam. Taralgan mushkila anbar ko'chamdan jonim o'tganda izida tuproq hayzar ko'chamdan jonim o'tganda boshida soyabon bo'lmoq umidida oshiq devor butoqlar ta'zimalarlar ko'chamdan jonim o'tganda butoqlar ta'zimalarlar ko'chamdan jonim o'tganda devorga jon ato etgan vali toshlar yirib ketgan nigoh etsa biror garbor ko'chamdan jonim o'tganda jamolini tomosha qil gali chiqqan devor o'lsam kular holimga majnunlar ko'chamdan jonim o'tganda kular holimga majnunlar ko'chamdan jonim o'tganda
işin yol parlamak amma Nigah solmay tarbattar Ko'chamdan jonim o'tganda Tikibsan yo'lida jonni Habib bas nomid bo'lma Tun ortidan kulur kullar Ko'chamdan jonim o'tganda Tun ortidan kulur kullar Ko'chamdan jonim o'tganda Ko'chamdan jonim o'tganda Men borar joyma o'sha namonga Men borar joyma o'sha namonga Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay vardode Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay vardode Marjon o'rtasida bir kun nahorga bo'yingdan o'rgilay men senga shadoyay vardode bo'yingdan o'rgilay men senga shadoyay vardode Qizil gul ochilib qildi nishona Qizil gul ochilib qildi nishona Seni ishqing meni qildi divonaya vardode Seni ishqing meni qildi divonaya vardode Seni ishqing menga yo'rim qaydir yopishdi tanamdan o't chiqib bag'rim tutashdi vardode tanamdan o't chiqib bag'rim tutashdi vardode Siz nunda bizni yor bunda yaratdi Siz nunda bizni yor bunda yaratdi Oramizdan oqar daryo yaratdi vardode
oramizdan oqar daryoya rabbiye vardode oqar daryo halkan nuri oqdiyu da ketdi bevafo yorkan tashnodim ketdi vardode bevafo yorkan tashnodim ketdi vardode ehtiyot bo'l bo'yinga ko'z tilib rosina vardode Husanboy Rahimov. Sog' bo'ling. San'atingizga san'at, ovozingizga ovoz qo'shilaversin. Rahmat. Sozandalarimizga ham rahmat. Baraka topinglar. Anchadan beri o'zim ham bunaqa jonli qo'shiq eshitmadim. Bu yerda turib sal ko'zimga yosh ham keldi. Maza qildim eshitib. Sizlarda ham ko'z yosh to'kkanlar bo'lsa, demak ta'sir qilgani shu bo'ladi. Sog' bo'linglar. Bugun mana ustozlarni eslab o'tyapmiz. Mana bu yerda suratlarda ko'rib turibsizlar. Mana shu marhum san'atkorlarimiz, ustozlarimiz qatorida men hozir alohida Jakbarali Jo'rayev haqida aytib o'tmoqchiman. Allohim rahmat qilsin Jakbar akamizni. O'zbek san'atida taqlid borasida, parodiya borasida unutilmas iz qoldirdilar. Torda jonli ijro qilardilar Jakbar aka. Mana shu Namangan farzandi To'raqo'rg'ondan chiqqan o'zimizni badiiy so'z ustasi, qiziqchi taqlid ustasi edilar. Mana shu teatrda ham ko'p yillar ishlagan Jakbar aka. Mashhur bo'lganlardan keyin Toshkentga ketib, Toshkentda ijod qildilar va ana shu Toshkentda men bilan bitta joyda yashadilar, ya'ni Chilonzorni 19-kvartalida. Meni uyimdan 3-4 uy narida. O'xshash joylarimiz juda ko'p. Ikkovimiz ham 19-kvartalda turamiz. Ikkovimiz ham haligi nima deydi, vodiylikmiz. Ikkovimiz ham uyimiz bor, lekin propiskamiz yo'q. O'sha paytda endi. Jakbar aka shuning uchun ikkovimizda ham tiko bor. Jakbar akada ko'k tiko, menda oq tiko. Safarlarga, boshqalarga borsak, Jakbar aka, "Oribjon, sen minbaroq bur. Men mashinamga haydamay qo'yaver, sen olib borib kelaver" dedi. Shuning uchun to'ylarga, konsertlarga, tadbirlarga birga borardik. Borgan joyimizda albatta Jakbar aka o'zining repertuarini qilardi. Men asosan konferensiya qilardim, boshlovchilik, lekin o'shanda ham 2 kishilik narsalarimiz bordi Jakbar aka bilan. Jakbar aka sahnaga chiqishimdan oldin aytardi: "Oribjon, bunday qilamiz, hozir ikkalamiz chiqamiz. Sen manday deysan, men menday deyman. Keyin yana men menday deyman, sen manday deysan, bo'ladi." Aytdim: "Jakbar aka, men menday desam-u, odamlar kulmasa nima qilaman?" Desam Jakbar aka: "He, xavotir olma, agar odamlar kulmasa, shat ikkovimiz kulib yoramiz. Bo'laveradi. Chiqaver" dedilar. Shunaqangi motivatsiya berardi. Endi usta edi-da, usta. Jakbar akani bir ajoyib hangomalari bordi. Qayerga borsam, to'yda ham, konsertda ham o'sha latifalarni albatta aytardim, menga yod olib ketgan edi. 90 ga kirgan chol, 80 ga kirgan kampir o'tirib choy ichib gaplashib qopti. Kampiri choliga qarab, "Chol, kajraftor falak orqaga aylansa-yu, siz 20 yashar yigit bo'lib, men 18 yashar qiz bo'lib qolsam, yana menga qayta uylanarmidingiz?" desa choli: "Ey nodon kampir, tushunmaysan-da, ey ko'ram hassasini bir marta yo'qotadi" deyarmish. Jakbar akam repertuarlardan. Allohim rahmat qilsin. Bugun mana ustozlarni yig'lab turibmiz. Navbatdagi ustozlarimizni eslab o'tamiz. To'g'rimi Iskandar? Ana shunday. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Davom etamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun xotira kuni ekan. Menga kecha bir kishi shu teatrdan, men to'g'risini aytaman-da endi. Akbar akaga teatrdan bir kishi aytayapti. Muhiddin Darvishib Namangandan maslaku deydi. Men aytdim, Namanganlikka ustoz bo'lganda meni otamga dedim. Bizi otamiz Rustam Hamraqulovning original ustozlari Muhiddin Darvishib bo'lgan. Otamizdan keyin haqiqiy
keyinchalik qiziqchiligini o'rgatib, mana bunday uslubda bo'ladi, mana bu so'zni mana bundoq bog'laysan, mana bu voqeani oldin bundoq, ayollar ko'proq davrada mana bu mavzudan gapir, erkaklar davrasida bunday chegaradan chiqma. Haqiqiy o'rgatgan ustozlari Muhiddin Darvish bo'lgan. Muhiddin akamni men shaxsan o'zim 2 marta duolarini olganman, Xudo rahmat qilsin. Do'ppini qiyshaytirib kiyish Muhiddin Darvishga yarashgan xolos. Hozir uncha-muncha odam do'ppini qiyshaytirib keyin do'pping to'g'irlab ol, kallang joyidami, toming ketmaganmi deydi ona. Apandimiz sen deydi. Lekin Muhiddin akamga yarashganda, Muhiddin akamni o'zlarini gapirish uslublari ham bor edi. Do'ppi beringlar, Murodjon. Muhiddin akamni o'zlarini o'sha qo'qoncha, yaypancha, chapanicha gapirish uslublari bor edi. Endi men Muhiddin akam emas, mana har holda sal o'xshasin deyapman-da endi. Sal hidini bersin deyapman-da Muhiddin akaga. Keldimi? Yana yonchilataymi? Yo o'zim yonchilaymi? Men shunda oynaga qarab to'g'rilab kiyatiradim. Muhiddin akamning shunaqa gaplari bor edi, taskalari bor edi. Bitta otaxon qopni ko'tarib kelib, do'ppini pul desalar bozorda sotuvchi yigit ham 50 so'm deyapsiz, so'raverasiz. Desa otaxon ham, "Ya, og'zingda bir chekasidan chiqib ketadi-ya, 50 so'm degan so'z. Tag'in so'raverasizmish. Ya qo'ya deb ketayotsalar, haligi yigit ham, "Otaxon, o'zingiz nechiga kirdingiz?" desa otaxon ham, "Men ham 80 deyapman, sen ham so'raverasan." Yana bitta narsalarni eslaymiz. Ikkitasi Toshkentga boraman deb uni Andijon Toshkent poyezd vokzaliga chiqsa, so'rabdi, poyezdning ichida ketadi, desa 12da ketadi. Soatingga qarachi, desa sherigi ham soatiga qarab 11dan 10 minut o'tibdi. Desa, "Oho, hali 50 minut bor ekan. Yur, Enetga beralga bupetlarga kirib bir suv po'g'lardan ichib chiqamiz." deb kirib suv po'g'lardan ichib, ozdan keyin qaytib chiqib, "Soatingga qarachi, nechta ekan bo'ldi?" desa, yana 40 minut bor ekan, 40 ta ekan. "Oho, hali ancha. Yur, shu vokzalda oldida yerda bir magazinchi oshnam bor. Shu bilan ozgina kirib gaplashib, chaqchaqlashib chiqamiz" deb haligi og'aynisini oldiga borgan ekan. U ham, "Ye, Ergashvoy kelinglar, ye, Toshmatvoy kelinglar, bu yoqqa o'tinglar" deb magazinning orqasiga olib o'tib, bitta yashiqni teskari qilib, ustiga gazetani yoyib, mayda-chuda konservalardan ochib, bitta anaqadan qo'yib qo'ygan ekan. 50 gramdan olishib tuzikmisam, "Ha, bu yuribmiz, mana biz ham ishdan bo'shamayapmiz, sen qalaysan? Biz ham bola chaqalar katta bo'lgan, o'zimizdan ortmayapmiz, ammo bunday bo'lyapti" deb gap qizib ketib, bir mahal "Soatingga qarachi" desa, 10 takam bo'pti. Desa, 10 minut qopti-yu, bo'pti" deb hayr ma'zirda ham tashlab, chamadonlarini ko'tarib, tapara-tapar, tupur yugurishib borib, perronga chiqib kelsa, vokzalga poyezd yo'q emish. "Ya, poyezd qani?" desa, bittasi ketayotgan ekan. "Qana poyezd aka?" "Andijon Toshkent poyezdda Toshkentga qatnaydigan." "Aka, poyezd 12da jo'naydi. Soatingizga qarang, 1 bo'lyapti. Poyezdni ketganiga 1 soat bo'ldi, aka." desa, "Obbo, ha" deb sherigiga qarab, "Ahmadjon, yaxshi ham yugurib chopganimiz, bo'lmasa 2 soat kech qolar ekanmiz, ha" dedi. Murodjon, ustozlarni Xudo rahmat qilsin. Va mana shu Muhiddin Darvishevning haqiqiy maktablarini olib, ta'limlarini olib, qiziqchilik maktabi mana shunday bo'ladi. Ustozdan haqiqiy to'g'ri olishdi. Rustam Hamraqulov haqiqiy qiziqchilik maktabini to'g'ri olib, bizni otamizdan keyin ham ko'proq yashadilar. Katta hissa qo'shib ketdi qiziqchilik maktabiga. Qanday bo'lish kerakligi qiziqchi maktabining etikasi, chegarasi borligini ko'rsatib ketgan.
bemalol qaynotasi bilan kelini o'tirib behijolat ko'radigan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Xudo rahmat qilsin, Hojiboy Tojiboyev bo'lganlar. Haqiqiy qiziqchilik qanday bo'lishligini. Hozir mana ovoz oxin davom ettiryapti. Xuddi o'sha uslubda. O'sha uslubdan bir qadam eshikdan chiqing, bachkanasiz. Bir qadam o'sha liniyadan chiqing, ayni deysiz. Hojiboy akamni eslab o'tar ekanmiz. Hojiboy akam bilan ko'p suhbat qilganmiz. Birinchi kurs paytim Toshkentdaman. Biz kursimizga 18 ta bola olinganmiz. Teatr va rassomchilik oliygohida, teatralniy institutda. 9 ta o'g'il bola, 9 ta qiz bola. Va darslar mana bunaqangi sahnada o'tiladi teatralniy institutda, auditoriyada. Taburetkada o'tirasiz. Taburetkamda oy shaklida qilib terib, taburetkani ham 3 dan 1da o'tirasiz, 2da o'tiramaysiz. Asankayni to'g'ri ushlab o'tir deydi. Qomatingiz bo'lsa o'tirishingiz kerak. Kimni navbatda kelsa, chiqib narsasini ijro qilaveradi, qolganlar o'tiradi. 18 ta bola o'tiribmiz, bir vaqt kursimizni, auditoriyamizni eshigi ochilib, ishonasizlarmi, Hojiboy Tojiboyev kirib keldilar, hech kutilmaganda. Kirib kelib, Hamraqulov qani? Eda Hamraqulov dedilar. Labay Hojiboy aka deb o'rnimdan turdim. Desam, Hamraqulov, qalay bo'lyapti o'qish? Domlasi yaxshimi? Hamraqulovga qattiqroq turing. Sizdan hali ko'p narsa kutilyapti. Hamraqulov, yazdingiz. Deb chiqib ketdilar. 1 minut gapirdilar, xolos gapirib. Lekin bilasizlarmi, meni kursdoshlarimning oldida to'g'risini aytaman, qanday sharaf, qanday obro', qanday hurmat olib berib chiqib ketdi shu odam menga. Undan keyin ko'p yana gaplashdik, chaqchaqlashdik, ko'p uchrashdik Hojiboy akam, lekin bitta shu qilgan ishlari, bitta e'tiborini o'zi. Hozirgacha men duo qilaman, farzandlarimga ham aytaman, ustozlarim Hojiboy Tojiboyevni eslab turgan, esingdan chiqarmadingmi deyman o'g'illarimga ham. Qo'sh Hojiboy Tojiboyevni. Eslaymiz-da, chunki yaxshiliklari qolgan. Yaxshilarni esladik, ijod mahsullaridan eslaymiz. Bugun aytdik nostalgiya. Hojiboy akam bitta narsalari bor edi. Rasa odamlar maza qilgan, bugun eslaymiz. Endi mencha Hojiboy Tojiboyevchalik qilmasam, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bittasi taksi haydar ekan. Bir mahal taksini haydab ketayotib, tramvayni yo'liga chiqib o'rgan ekan. Tramvay kelib qars etib urgan ekan. Mashinasi 2 marta aylanib ketib, mashinaning o'zidan o'zi otilib chiqib ketib, ichidan 4 marta aylanib, top etib bir joyga borib, boshi bilan tushibdi-da. Boshi bilan qattiqroq tushib qolganmi? Yaxshiroq zaha yeganmi? Sal tomi siljib qopdi-da. Bilasizlar, tomi ketib qopdi-da. Tom ketib qopti. Mashinani egasi mashinani qaytarib olibdi. Bo'ldi, qaytarib bermayman, minmaysan deb. Qaytarib bermaydi chunki tomi ketib qolgan. Endi bu har kuni yo'liga chiqib o'rganib qolgan, taksi qilib, kira qilib, daromad qilib, mashina olay desa, puli yo'q. Qarindosh urug'lardan qarz so'rasa, bermaydi. Nimaga? Chunki qaytarib bermaydi, bu tomi ketib qolgan. Ishonch yo'q bunga. Nima qilishni bilmay, xumor kuchlilik qilib, oxiri arzonga bitta mashinani rulini o'zini sotib olibdi-da. Mashinaning rulini o'zini. Rulni ushlab o'zi yurganimish ko'chada. Tetet qo'shinglar bolalar. Astanovkaga odam govjum joyiga kelib to'xtab, Chilonzorga bormi, Chilonzorga? Chilonzorga 4 ta odam, Chilonzor. Ikkita sho'x yigit turgan ekan, tavba qildi masalan. Qarang, tavba. Shunaqa aslasin, Chilonzorga borasizmi aka? Ha, Chilonzorga boramiz. Biz ikkalamiz olib borib qo'ymaymizmi mashinamiz bilan? Olib borib qo'yaman, o'tir debdi. Olib borib qo'yarmiz, shu turishda. Ha, bo'ldi, endi hazillashdi aka. Yo, olib borib qo'yaman, o'tir debdi. Ya hazillashdik bo'ldi, aka, ketavering bemalol. Va keling. Aka. O'tar mashinaga. Aka, ketavering deb o'tirmashga rul bilan boshiga. Nima qilyapsiz aka? Govdali yemishda endi. O'tir deb bir so'lamin. Sen boshlading, o'zing boshlading, sen boshlading, o'zing qolganini mashinada gaplashasanlar, o'tar. So'ramaylar. Ikkalasi ham qo'rqqanidan endi haligi mashinaning orqasiga o'tirib, qanaqa o'tiradi endi? Taxminan tikka turib olishibdi-da endi orqasiga. O'tirdilarmi hozir kattiga masalan. Jona beribdi-yu bir mahal. Endi orqasidan ana ikkalasi yugurib ketayotganimish. Oy, qayerdan ham boshladik? Bekor gapirding deb boshida gaplashmay ketlaring. Keyin ikkalasi ketadi, tamom bo'lgan. 'Chilonzorga necha stanovka bor? 6 stanovka.
Aqacha yetib boramizmi yo'qmi? Bekor qilding dedi. To'xtay desa, kaltak yeydi. To'xtamay desa, adoyi tamom bo'layapti. Bir-biriga suyanib qolgan. Bir joyga borganda qarasa bir gayi turgan ekanda. Qaytib to'xtasalik orqasiga kelasam, "Ha, nima bo'ldi aka?" desa, "Gayi turibdi." Nomardlar meni qidirib yurishdi bular. Bu yerga endi men bora olmayman, o'zlaring yetib olasan, 5000 dan berlaring tushlaring debdi. 5000 dan qimmat, 5000 dan rul bilan solaman. Hep bo'ldi aka mana. Deb ikkalasidan ham 5000 dan olibdi-da, bu yerga o'zlaring yetib olasanlaring. Bo'pti, omon bo'llaring. Rulni orqaga qaytarib, ketib yoribdi. Ana ikkalasi odoyi tomon bo'lgan, bir-biriga suyanib qolgan. Oy, yaxshi ham shetda tashab ketdi. Agar Chilonzor bo'lgacha olib borganda yo'lda yo'q tomon bo'lardik. Gayini oldiga kelsanlar, gay bitta o'zi turganmish. Gay aka, voy joningiz sog' bo'lsin aka. Ko'zimizga farishtaga o'xshab ko'rinib ketyapsiz aka. Yaxshi ham shu bugun ishga chiqqaningiz, ishga chiqib ham aynan mana shu yerga chiqqaningiz zo'r bo'pti-da aka. Nima uni deyapsizlar? Bittasi deng govdalik, qo'lida ruldan boshqa hech narsa yo'q. Chilonzorga olib borib qo'yaman-da, ashatdan mashatgacha 5000 dan pulimizni olib ketdi aka. Chilonzorgacha olib borganda adoy tomon bo'lardi. Yaxshi ham sizni ko'rdi-yu, orqaga qarab qochib yordi aka. Misali gayyam tak, govdalik qo'lida ruli bor dedingmi ha? Baddaringalanat. Yana bizning rayonda paydo bo'pti-da. Ha qarab ketdi, mana qarab ketdi. Misali qo'lidagi kaltagini shunday qildi-da, tring. Qani mototsiklga o'tiringlar debdi. Tezroq bor orqasidan qo'yadi. Mototsikl, "Sen nima qilib turibsan? Lulkaga o'tir" debdi. Endi qayg'iga lulkaga o'tirish uchun mana bunday o'tirish kerak. Ya o'tirsa mayli, yana shu turishda menga qo'yib ketish kerak. Aqrab qayerga ketib, tring hayda. Orqasidagi yugurib ketayotganimiz, ana o'tirib olib yugurib ketayotganimiz. Bir joyga borganda haligi lulkadagi sheriga qarab, "Ahmadjon" debdi. "Ha" desa, "Bu mototsikldan o'sha eski Jiguli yaxshi edi uka." Xudo rahmat qilsin ustozi. Men boya ozgina sal ichkariga kirib o'tib ketdim, ko'p eslay olmadim. Mana endi to'xta o'tamiz. Muhriddin akam ovozlari ham qaymoq edi-da, Xudo rahmat qilsin. Hayotlarini oxirgi paytlarida juda inoq bo'lib qolgan edik. Endi qalin bo'lib inoq bo'lib qolgan edik. Meni Iskandar demasdilar. Akamni o'g'li deb chaqirardilar. Akamni o'g'li mashinada nima qolib ketibdi, shuni olib kelgin. Akamni o'g'li, akamni sal e'tirof borib turarlaringmi? Akamni o'g'li o'zing qarang unga, akamni o'g'li, falon narsa bor, shuni olib olgin. Akamni o'g'li bir pala choydan quychi. Ismini aytmasdilar. Akamni o'g'li deb chaqirardilar-da. Xursand bo'lasan-da endi haligi jiyan yaqin olib. Akamni o'g'li bir ish bo'ldi, sen qizuvchilik qilasan-u. Shuni bir joyda aytgin dedilar. Ey Xudoga tavba qildim. Bugun mana shu aytish rizq shu paytgacha aytganim yo'q edi. Xalqqa ko'rsatuvda bir chiqqan bizni hech qayerda aytganim yo'q edi. Qaranglar nasibasi ekanda endi. Bugungi kun ekanda endi. Bir narsa aytib beraymi? O'g'rakam uchastka qurayotgan ekanlar. Kecha bo'ldi deylar. Ustalar ishlayotgan paytda choponlarni kiyib, "Ha, nima bo'lyapti? Yaxshimi?" deb ustalarni nazorat qilib, aylanib, ish jarayonlarini ko'rib, nazorat qilib, kuzatib, hushyor bo'linglar deb shu jarayonni yaxshi ko'rardi ustalarni tergab, boshqa qilib yurishni yaxshi ko'rardi. Men bilardim-da, o'zimiz ham ishlaganmiz-da uylarda endi shogird bo'lib. Endi mana buni eshitdi deydi. Ha desam, uyda dedi ustalar ishlab turuvdi dedi, haligi loy suvoq bo'layotdi deydi. Choponlarimni kiyib chiqib ustalarga xabar olib qo'yay deb chiqib qarasam deydi, anaqa devorda deydi, usta ishlayapti deydi. Hozir anaqa narvonlar chiqqan, harpaga o'xshaydi. Shunda ochiladi-ku o'zi. O'rnatasiz, bemalol chiqib ishingizni qilaverasiz. Haliginaqa narvonga bir usta chiqib olib, bitta ustaning bittasi chiqib, loy suvoq qilib, loy urayotgan ekan devorga chaplab, narvonni tagida pastda ikkinchi sherigi patsoblik deymizmi? Loy olib uzatib berib turgan ekan. Bu olib chapillatib urib turibdi, bu bag'dan uzatib beradi, yerdan olib, bu yana buni qo'li olib uzatadi, buni qo'lidan olib. Muhrakam choponlarini kiyib aylanib chiqib,
Qarasa urdi, men qara usta, ha. Hushyor bo'lasan, asosiy to'kni liniyasi o'sha yerdan o'tgan. O'sha yerda katta to'k bor, san jon uka hushyor bo'lgin. Eshityapsanmi? To'k bor, hushyor bo'l jon ukasi. Bo'ldi Muhur aka. Ha, yaxshi. Hushyor bo'llaring. deb dedi, endi ichkariga kirib debdi, televizorni qo'yib, "Bela choy ichay" deb divanga hali o'tirganim yo'q. Qars etdi bir narsa deydi. Yurak-buragim chiqib ketdi deydi. Tinchlikmikin deb dedi, chiqsam deydi. Ana antikvar tovuqlarim bor edi, nimalar boqardim, katagimni tomiga tushib deydi, tomni ham yorib katagni ichida yotibdi usta deydi. Ya birovni bolasi, ya hay mana nima bo'ldi deb o'ziga keltirgandan keyin surishtirsam, keyin bilsam deydi. Men aytib ketganman-ku, hushyor bo'lgan to'k bor deb. Kirib ketganimdan keyin haligi loyni olib berib uzatganda, bu tepadan turib loyni olayotganda, shu yong'oqdek bir tomchi loy suyuqda baribir shu uzilib tushib, shu poyabzali bilan uni oyog'ini orasiga kirib qopti-da. Endi sentralniyligi nerv sistemlari asosan oyoqda deydi-ku. G'ashish keladi-da, mana hammamizda ham bo'lgan-ku. Ko'pimizda oyog'ingizga narsa kirib qolsa, неприятно deydi-ku endi. Chidolmabdi deb loyni urib bo'lgandan keyin shu oyog'imdan shu oyog'imni silkitib, qoqib shu loyi chiqarib tashay debdi-da, bu ham narvondan tashqariga oyog'ini chiqarib, sal kalishini yechib, mashina qilib oyog'ini loyda chiqarib qo'yatsa, narigi loyni olib shundoq uzatsa, oyoq qaltirayotganimish. Muhur akam aytayotgan to'k buni uryapti deb narvon parvoni bilan og'darib yoribdi aka. Yana bir yurtimizdan chiqqan O'zbekiston bulbuli degan unvonni olgan, bizning yurtimizdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Habiba xonim Oxunova bo'lganlar. Birinchi O'zbekiston bulbulini olgan. Men eslayman. Mana shu teatrning eshigining tagida aktyorlar turishardi. Biz mana bu yerda bog'cha bo'lardi, hozir buzilib ketdi bu bog'chalar. Samandar qo'llarida men yetalib shu eslayman-da, aql esimda qolgan. Meni Xudo rahmatsin Habiba opam quralay ko'zdirdilar. Voy quralay ko'z-ku, quralay ko'z, quralay baqa kechi deb ko'p peshonamdan, betlarimdan yaxshi ko'rib o'pganlarini eslayman-da. Mana ulg'aydik, katta bo'ldik. Hozirgacha onam aytarlar. Hoji onam duo qilib o'tiribdilar hozir ham. Onam aytarlar, "O'g'lim, odamgarchilik fe'li sifatida hali shundan keyin men hali Habiba Oxunovadaqasini ko'rmadim" deylar. Nimaga desam, shu ayol birovni g'iybat qilganini eshitmaganman. Haqiqiy mana inson ayol bo'lgan. Onam ko'p ibrat qilib gapirib berarlar-da bizga endi, menga, Samandarga. Va haqiqiy joyiga qo'yib ijro qilgan ham qo'shig'ini Habiba xonim Oxunova bo'lganlar. Hozir o'sha ijrolarda bir narsa eshitamiz. Undan oldin alla degan qo'shig'ini mana shu qo'shiq uchun olganlar Habiba xonim Oxunova. Habiba xonim haqiqiy joyiga qo'yib ijro qilganlar. Alla aytilmay qo'ydi. Alla eshitib ulg'aygan bolamni ham, alla eshitmagan bolani oq bilan qoradek farqi bormi yo'qmi? Allani ichida duo bor, ilohim unib o'skin. Parvardigorim o'zing katta qilib bergin. Ichida duo bor, tilak bor, tarbiyaviy so'z bor. Alla hozirgi allalar kim alla qolgandir? U alla u allamasda u yalla u. Allah uchun kalla bo'lish kerak opa. Allahni sog'indinglarmi? Kelinglar bitta alla eshitaylik. Haqiqiy Habiba xonim Oxunovani original o'zlarining shogirdlari, tarbiyalarini olgan shogirdlari, davomchilari Muhabbat opam Yo'ldoshevani oqshomimizni badiiy maydoniga taklif qilamiz. Marhamat.
Canım olam kulak salgin Allah'tay canım olam kulak salgin Şirin Allah'ım tümlep astım Uxlab qalgin Şirin Allah'ım tümlep astım Uxlab qalgin Yüzleringga qongan suvga hayron bo'lma baxtim sen katta bo'lgin qazon bo'lma baxtimga sen katta bo'lgin qazon bo'lma istiqboling harom sening allayay baxtimga sen katta bo'lgin xazon bo'lma baxtimga sen katta bo'lgin xazon bo'lma sevganimdan yodgorimsan oltin qo'zim allayay meni sho'rlikday to'kilmagin kurar ko'zim meni sho'rlikday to'kilmagin kurar ko'zim Avvalambor assalomu alaykum hurmatli. Biz uchun qadri baland bo'lgan, biz san'atkorlar uchun qadri baland bo'lgan qadrdonlar. Bugun xotira va qadrlash kuni ekan, Iskandarjon shunaqa yaxshi bir ishga qo'l uribdilar, shunaqa xursand bo'ldik. Aziz ustozlarimiz bilan mana shu dargohda men ham ozgina bo'lsa ham ishlashga muyassar bo'lganman. Mana shu Rustam akamni ko'rganman.
ustozimiz Habiboxin va ustozim Kamoliddin Rahimov, O'rinboy Nuraliyevlar. Mana shu yerda turgan hammalarini mana Jakbirali Jo'rayev bilan birga bo'ldik. Ilohim mana shu o'tib ketgan ustozlarimizni joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shunday go'zal dargohda turib men rahmat assalom. Yurgilar. Rahmatjon. Yurgilar. Allada katta bo'lgan qiz shekillikda. To'g'ri Allada topdingiz. katta bo'lganlar. Allada katta bo'lgan qiz. Hozir. Mana sallada katta bo'lganlar ham bor ekan-ku bu. Rahmat oyxon, yurgilar sizdan katta rahmat. Men Iskandarjon sizga shuni tilardim. Bizni ustozimiz mana shu Rustam akamdan Iskandar va Samandar o'g'illari bor. Biz bular bilan juda ham faxrlanamiz. Men poytaxtga borsam Samandarni ko'rib faxrlanaman. Shunday yigitimiz mana shu markaziy televideniyalarda mana ishlayaptilar. Butun O'zbekiston taniydi. Meni tilagim Iskandarjon, Allohim sizga Rustam akamga qanday Alloh fayz bergan bo'lsa, omad bergan bo'lsa, Allohim shu omad fayzi sizga ham men Allohdan tilab qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Iloyim yaxshi kunlarda hamisha Iskandarjon yoningizda bo'laylik. Salomat bo'linglar, sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'linglar. Muhabbatxonim Yo'ldosheva, joningiz sog' bo'lsin. Opa kelganingizga rahmat. Rahmat sizga. Ustozni ham ruhlari shod bo'lsin, iloho. Davom ettiramiz kelgan joylaridan, jonlari sog' bo'lsin. Mana bu afishamizda ko'rib turgan yana bir shaxsiylar bor. Yaxshiligini unutmas ekansan-da. Qo'l uzatsang, kimdir senga qo'l bersa, uni ham unutmaysan. Qo'l uzatsang, kimdir senga qo'l uzatmasa, uni ham unutmaysan. Hech qachon. Bu odamgarchiligimizdan nima deysan endi? Obid Asomov, Xudo rahmat qilsin, meni haqiqiy ustozlarimdan biri bo'ladilar. Meni ko'rsatuvlariga, Obid A ko'rsatuvlariga, tonlar muborak ko'rsatuvlariga, nima ko'rsatuvlar bo'lsa, Iskandar ke deb telefon qilib tayyorgarlik ko'r deb. Obtakamni shu Chimyon tarafda dachalari bor, hozir ham bor. Shu dachalarda 5-6 marta ko'p o'tirganmiz. Shunda Iskandar, dachaga chiqib ketamiz. San va men ikkalamiz, boshqa hech kim emas. Gap bor. Vaqting bormi? Bor ustoz. Ko'rishdik shaharda bir joyda bozorliklarni qildik, ketdik, dachaga qarab chiqib ketdik. Rosa dachada o'zing bitta chiroyli, ana Namangancha bitta osh qilgin. Ana chuscha qilib qilasan, bitta osh qilgin. Yarim kilo qilib. Yarim kilo osh qildik, suhbatlashib o'tiribmiz, mazza qilib gaplashib, gap bir joyga kelganda shunda Obid Asomov bir gapni gapirdilar. Iskandar, bekorga seni o'zingni taklif qilganim yo'q, ikkalamiz birga bir o'tirib gaplashaylik dedim, uka. Erkalab gapirsalar Iskandirdilar. Iskan bir marta gapiraman xolos senga shu gapni. Ikkinchi marta takrorlamayman. Nima ustoz? Desam, Obid A'ga yosh qon quyishim kerak. Obid A'ni aktyorlarni ko'pi yoshi ulg'ayib qoldi. Ko'proq o'zim ishlashimga, o'zim yozishimga, o'zim menga shunaqangi ijod qiladigan, yozadigan, chizadigan, intilib bir narsalarni topib keladigan Obid A'ga yosh qon kerak. Yosh qon quymoqchiman. Shunga Obid A teatriga seni taklif qilmoqchiman. Obid A'ga kelasanmi dedilar. Obaka derdik, hazillashib bilik, erkalab. Obaka, ustoz, bu men uchun sharaf. Shaxsan Obid Asomovni o'zi Obid A'ga meni taklif qilishi, bu men uchun sharaf Obid aka. Kelaman albatta. Faqat bitta iltimosim bor. Bu talab emas, boshqa emas. Iltimos faqat. Yalinib iltimos xohlasangiz. Nima iltimos? Ustozlar, nima ekan iltimosing? Aytdim, Obtaka, menga ayol kishini kiyimini kiygizmaysizlar, sharti shu. Iltimosim shu. Chunki Mirzo teatrlarida ham, Obid A teatrlarida ham aktyorlarni o'zida ham masalan ko'rgansizlar-ku, endi o'zi ro'mol o'ynab, kiyinib aktyorlar o'zlari o'ynashaveradi-ku. Men o'yna olmayman, ro'molini ham, ayol kishini tapchkasini ham kiya olmayman. Shuning uchun iltimosim shu, ayol kishini kiygizini kiygizmasangiz, bo'ldi, men roziman. Ha, seni bir pasda paranjiga tiqib qo'yamiz. Kelishing bilan seni hijobga tiqib qo'ydi endi, ha? deb voy, bir yarim soat jovrab ketdi Obid akam. Mana shunday bo'lib jovrayaptilar. Turibman ustilardan shunday qilib.
Nima deysan ustozda endi? Bo'pti. Shu bo'lgan suhbatimiz. Xudo rahmat qilsin. Ozgina kundan keyin endi nima deysiz, shu ishlar bo'lib o'tib ketdi-da endi. Qismat akam, Umr akam. Qiziqchilikni ham hammaning o'zining yo'li bor. Hojiboy Tojiboyevdan ijro qilib berdik, boya ko'rdinglar. Muhriddin Xoliqovdan, Rustam Hamroqulovdan ijro qildik. Obid akamning ham o'zlarining yo'llari bor edi-da. Bir paytlar rosa koreyskiy seriallar rosa avj oldi. Undan keyin turetskiy seriallar avj oldi. Koreyskiy seriallari haqida Obid akamning zo'r narsalari bor edi. Voy, koreyskiy serial bosib ketdi. U kanalga olsang qish san'atasi, bu kanalga olsang yoz ifori, bu yoqqa olsang oshim, bu yoqqa olsang tangim, u tarafga olsang dengiz hukmdori, bu yoqqa olsang jumon. Hamma yoq koreyskiy serial bosib ketdi. Hozir uyda biz charischa gaplashyapmiz. Men xotinimga aytaman, "Ey, choy qo'y." Desam xotinim menga, "O'zing qo'y, ich." Hozir uyda biz mastavani cho'pda ichyapmiz. Ammo zo'r ekan, bir kun mastava qilsak, bir hafta ichyapmiz. Optakam shunaqa o'zlarining yo'llari bor edi, uslublari bor edi endi. Xudo rahmat qilsin ustozlarni, shularning tarbiyalarini ko'rganmiz. Duolarini olganmiz, xizmatlarida bo'lganmiz. Shunday talab bo'pti, hozir iltimos qilishdi. Sahnadaligimizda Iskandarjon deb xat chiqarishibdi. Iskandarjon ashaddiy muxlisimiz, 14 yil bilan birga kuzatamiz. Rahmat joningiz sog' bo'lsin. Yana 14 yil kuzating iloho. Ha? Uning uchun ham yashash kerak, ijod qilish kerak. Qo'qondan keldim. Maskalar haqidagi aytgan narsangizni aytib bering. Ayollarga maslahatingizni aytmang. 10-qatorda o'tiribmiz. Ha, bo'pti-da. Maskalar ham xotira bo'lib qoldi-da, ona. Iloho xotira bo'lgani rost bo'lsin. Qaytib kelmasin pandemiya. Maskalar doktorlarimizni o'ziga biram yarashgan. Ey, ilohim, ilovonda o'zlariga buyurib nasib qilsin. Siz bilan menga bo'lmas ekanda, nafaslarimizni qaytarib yordi. Ayniqsa mana shu pandemiyada eng ko'p qiynalgan kim bo'ldi bilasizlarmi? Artistlar emas, hammasi ham emas. Endi mana sozandalarni ham ko'rdinglar, doirachi. Maskani taqib olgan, ikkita qo'li bo'sh, gumbilatib cholaverdi-da. Rubobchi maskani taqib olgan, qiziqchi qiynaldi. Avazoxon qiynaldi, Mirzabek ham qiynaldi. Men qiynaldik-da endi. İshonaveringlar, kulgini jarangidan, kulgini ovozidan chehra ustun turar ekan baribir. Yuz ifodasi chiroyliroq turar ekan baribir. Shu pandemiya menga shuni o'rgatib ketdi. Pandemiyaning oxiriga borganda ruxsat berishdi. Konsertlarga ruxsat faqat odam oralatib o'tkazasizlar. Sharti hamma maskada bo'lsin deyishdi. Qonundan kim kuchli endi? 4,5 oy domda o'tirdim, Bahriddin. Xo'raz bilan tovuqni bitta katakka qamab qo'yganga o'xshaydi. 4,5 oy, ya Xudoga shukr, tirikchiliklar boshlangan, kulgini sog'inganman, kuldirishni sog'inganman, odamlarning kulgisini sog'inganman. Ruxsat berishuvdi, otilib chiqib ketman sahnaga, bo'ldi gap yo'q deb bu tarafini inobatga olmanman-da. Hozir ham 1 minutga menga yordaminglar beradi. Tasavvur qilinglar, hozir ham hamma maskada o'tiribdi. Yuragimni berib gapiraveraman. Mana ovoz kelyapti, kulgini ovozi. Faqat kim kulyapti? Mashida emas. Yana ham onamning duolari bor, Robbim bor, o'zimiz ham duo qilib chiqamiz. O'ksinma bandam, kulayotganlar bor deganday o'zi ko'rsatib qo'yadi, yo'q ishonmaysizlar. Odam yuragidan qahqah otib kulsa, maska ishar ekan. Bundoq. Ko'zim bilan ko'rganim o'zimizda Namanganda bo'ldi. Baquvvat topa ekanda o'zi ham. Semiz emas, govdalik ekanda, 140 kg bor. Bitta chehrani ko'rganimga erib ketdim, bitta chehraga. Futbolistlar bitta urgan goliga quvonchini, zavqini ichiga sig'dira olmagandan millionta odam qarab turibdi. O'zi ikkita kiyimi bor xolos, futbolkasi bilan shortiga. O'shani ham bittasini yechib otib oladi odamlarning ichiga qarab. Zavqini ichiga ish qilib ikkinchi golini ham shu urmasin deb turasan. Endi meni golim sizlarni kulginglarda endi.
Faqat bu har kulganinglarga kasbimni yechib otib, ko'ylagimni yechib otaveradigan bo'lsam, bu konsertni yarmini uni pardani orqasidan gapirishim kerak, opa. Bitta chehraga erib ketdim. Erib ketgan odamning himmati oshib ketadi. Bitta yangisi bor edi. Haligini ham aytuvdim. Maska ikkinchi marta ishdi. Bundoq. Xudo xolasa Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyida konsert bersam, ashetta aytaman deb zapasimda bitta olib yurganim bor edi. Erib ketdim. Haligini ham aytuvdim. Otilib ketdi maskas. Konsert tugagandan keyin alohida shu opani oldiga bordim. 4,5 oy kulgini sog'inganman. Ming rahmat opa. Zapaddeshku. Kulgingizni qizg'anmaganingizga rahmat. Shularning ichida eng zo'r kulgan siz bo'ldingiz, a? Desam, baribir bizni Namanganning ayolida, "Voy, men sizga kulganim yo'q, yo'tal kelib qoldim-ku." Boshimdan muzday suv quyganday bo'ldi. Avtogol bo'lgan ekanda. Ayollar. Baribir sizlar boshqachasizlar. Boringlarga shukur. Ayollarga maslahatingizni aytib bering deyishibdi. Vohid Asad shiri, sizdan doim rozi bo'lsa eringiz, jahannamda kuymas etu teringiz, jannat bo'lar boradirgon yeringiz. Kutib oling, har gal erni erkalab xursand bo'lib ketsin sizdan ertalab. Tilingizdan asal tomsin, bol tomsin, mehringizdan bor vujudi uyg'onsin. Bir so'z ayting, so'zingizdan dili qonsin. Ey shirin so'zga ilon chiqar o'rmalab, muhabbatga ko'mib tashlang erkalab. Fayzu barakaga to'lar uyingiz, quvonchlardan ko'klarga yetar bo'yingiz. Alamdan mas ishq o'tida kuyingiz. Nozu karashmalar bilan erkalab, suyukligim deb uyg'ating ertalab. Oqshom kechroq kelsa qovoq uymangiz, qayerda yuribsiz deb ham so'rmangiz. Er sevgisi mana oshqozondan bilsangiz. Nima yeysiz deb so'ramasangiz erkalab, xushyor bo'ling ko'cha to'la ertalab. Nur yog'ilsin sizni ko'rgan yuzidan, kerak bo'lsa o'pib qo'ying yuzidan. Pul kerami ming aylanib o'zidan, sultonim deb oyoq qo'lin uqalab, mehr berib so'ng pul so'rang erkalab. Axir shuku farzandlaringiz otasi. İnson borki bo'lgay uning xatosi. Erkaklar ham shirin so'zning gadosi. Har ko'rganda qo'yavermang bir talab, ketib qolsa shahar to'la ming talab. Ko'zingizni ochib ko'rganingiz shu, yaxshimi yomonmi suyganingiz shu. Nikoh kuni rozi bo'lgandingiz-ku. Xursand bo'lib uyg'onish uchun ertalab, so'raganin darrov bering erkalab. Ishoning sizda qolar hayoli, axir sizku uning suygan ayoli. O'zingizga qarang bo'lib iboli. Ayb topolmasin sizdan bir qarab, juftu halolingiz quchib erkalab, xush kayfiyatda uyg'onish uchun ertalab, muhabbatga ko'mib tashlang erkalab debdi. Boringlarga shukur Namanganim ayollari, voy sog' bo'ling. Baraka toping, rahmat. Guli xonim, umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin, singlim, baraka toping. Fursatdan foydalanib, bugun tavallud kuni ajoyib shoira qizimiz. Bitta qarsak bilan tabriklab qo'yaylik. Habib Sa'dulla haqida she'r yozdim dedingiz-a? Aytib bera olasizmi hozir? Telefoningizni qidirib topasizmi? Hozir hammaniki telefonda bo'lib qoldi-da. 2 minut? 2 minutda men ikkita askiya aytaman Guli. Bitta she'r eshitamiz, qani marhamat. Habib Sa'dulla haqida qarang, xotira kunga kelibdilar-da endi.
Avvalambor assalomu alaykum aziz namanganliklarim, aziz konserti tashkilotchilari, barchangizga mana shu yerda yig'ib turgan sababchimiz mana Iskandar aka Hamroqulga. Ilohim, niyatlarim shuki, elni hech qachon xizmatidan charchamang. Allohim kuch-quvvat bersin. Men shu narsani kuzatib turibmanki, ustozdan o'tmagan shogird emas deyshadi. Hozir ustozdan o'tgan jihatlaringizni ham ko'rib turibman. Alloh umringizni uzoq, rizqingizni baland qilsin. Ustozimiz Habib Sa'dullohning ham juda ko'p kitoblarini o'qiganman, ustozim deb hisoblayman. Ularga javob she'rim bor, ko'changizdan o'tgan jonon deb boshlaganman. O'qib beraman. E'tibor uchun rahmat. Ko'changizdan o'tgan jonon biling atay o'tar edi. Devor osha bo'ylab boqishingiz kutar edi. Ko'nglingizdan o'tganlarni ko'zlaringiz sotar edi. Tan olmaysiz nigohingiz unga gaplar otar edi. Sallonalab ketdi jonon, qoldi mushku anbar hidi. Mushku anbar hidi birla yoqdi sizga jonon dedi. Mast bo'libman jamoliga devor osha boqardingiz. Aytolmasdi sizga jonon, siz ham unga yoqardingiz. Vaqt har nedan ustun ekan, o'tdi shunday ajib damlar, endi jonon sizni eslab armon bilan ko'zin namlar. Ko'changizdan o'tgan jonon biling atay o'tar edi. Ustozlarimizning oxiratlari obod bo'lsin. E'tibor uchun rahmat. Bugun Iskandar mana barcha o'tgan ustozlarni esladik, ularni repertuarlaridan xalqimizga qo'limizdan kelgancha ijro qilib berdik. Menimcha konsertimiz, kechamiz hammalarga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Nima deysiz? Iloho shunday bo'lgan bo'lsin. Mana ustozlarimizni yana bir aytaman, barcha o'tgan ustozlarimizni Allohim rahmat qilsin, oxiratlari obod bo'lsin va eng muhimi mana shu xalqimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Muxlislar omon bo'lsin. Sizlarning nomingizlardan mana shu konsertni, ijodiy kechani, xotira kechasini tashkil qilishda bizga yaqindan yordam bergan Namangan viloyat hokimiyatiga, Namangan musiqali va drama teatriga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamda biz bilan doim hamkorlik qiladigan 5-studiya ijodkorlariga. 5-studiya mana suratlarga olib turishibdi. Xudo xolasa buni biz Namangan televideniyasi orqali ham efirga beramiz va YouTube kanaliga ham qo'yamiz. To'laligicha, kesmasdan. Va uni kesib maydalab Instagram orqali ham qo'yamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sizlar bilan xayrlashishimiz kelmayapti. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Yangi ijodlarimizda omon bo'linglar sizlar. Labingizdan hech qachon tabassum arimasin. Ko'rishguncha. Kelganlarga rahmat. Konsert haqida fikr. Konsert yaxshi, o'g'lim hep keldi meni. Mana shu konsertga tenjonlar sog' bo'lsin. Yaxshi, zo'r. Ijodlarga ijod qo'shilsin. Boshqa uchrashuvlar ko'pgina bo'lsin. Tez tomosha qilib keldim. Mazza, omadlarni bersin Iskandarbekni. Bo'lsa yaxshi o'tdi. Hammamiz biz chiroyli dam oldik. Judayam a'lo darajada bo'ldi. Yoqtiransiz. Judayam hamma zo'r kayfiyatda. Konsertlar zo'r o'tdi. Dadasini o'rnini bosgan chiroyli bo'lib o'tkazdi. Mana juda xursand bo'ldik. Ancha narsalarni esladik. Allohim omadini bersin. Qayerga borsa fayz barakotlarini bersin. Men onajonimni yaqin orada bunaqa maza qilib kulganlarini ko'rmagandim-da. Shu bugun konsertga chaqirishda olib keldim. Shoshilib olib keldim-ku. O'zim kutgandan-da ziyoda natija bo'ldi bugun. Sabab onajonimning chehrasida kulgu ko'rganim men uchun katta baxt. Iskandar aka Hamroqulovga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim shunaqa yonib konsert berish, sahnalarni guldiratib yurish har doim nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat katta. Iskandar aka haqiqiy qiziqchilik sohasida eng namuna qiziqchilarimizdan desak, ustozlarimizdan desak adashmayman. O'shaning uchun har safar konsertlarga bugun ham Toshkentdan ishlarimizni hammasini bir chetga surib shu konsert uchun tashrif buyurdik. Aynan shu konsert uchun keldik. Kelib, Xudoga shukr, mazza qilib, biz o'zimiz xohlagan, o'zimiz kutgan natijalarni olib, ana Xudo xolasa yana Toshkentga qaytib ketamiz. Nima deymiz? Ilohim shunaqangi konsertlar bardavom bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, tani joylari sog' bo'lsin. Biz ukalarini, muxlislarni baxtiga doim sog' bo'lib, shunaqa konsertdan ko'p berib, Xudo xolos keyingi konsertlar
xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lsin. O'sha yerda ham yonlarida turish nasib qilsin. O'rtoqlar, bugungi konsertimiz o'z nihoyasiga yetdi. Konsert juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Hamma xursand bo'lib ketdi. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi konsert dasturlarimizda yana diydor, ko'rganda ko'rishguncha.